Bizning eng arzon zinamiz shunaqa holatda bo'lsa, qimmati qanaqa bo'lar ekan? Hozir sizlarga obzor qilib beraman. Bu zinamizni yasen shpondan tayyorlangan, oldi qismlariga yog'och qo'yganmiz, shponni o'zini aylantirmaganmiz. Ko'rasizlar, yog'och bitta bo'lib birikib ketgan. Yurganda, oyoq bosganda oldilari yedirilib ketmaydi. Perilalari bo'lsa, qayrag'och yog'ochdan bo'lgan. Yasen teksturasi bilan bir xil chiqish uchun ko'rasizlar, bu ham teksturali yog'och, sutdan kelgan. Teksturali yog'och bo'lgan, ranglarini bir xil qilganmiz. Pach tupenkaga keladigan bo'lsak, plintus pach tupenka balasinlari oq bo'lgan, ko'rasizlar, yong'oq yog'ochdan tayyorlaganmiz. Yong'oq yog'ochi eng zo'r afzalligi, juda ham mustahkam yog'och bo'ladi. Stoyka balasin yong'oq bo'lgani uchun perilalarni ko'rasizlar, toshdek qattiq mustahkam holatda bo'ladi. Mana ikkinchi qavatda ham agrajidani davom etgan. Uy egalari hali ko'chib kirmagani uchun bu yerda salafalarini olishmagan. Yong'oq bilan qayrag'och kombinatsiyada zina bilan bir xil holatda davom ettirganmiz. Agarda sizga ham shunaqangi zinalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar yoki link orqali ro'yxatdan o'tinglar.